Akalar, hammaga salom. Meni videolarimni kuzatib boradigan bir yigit 3 ta savol beribdi. Uchalasiga ham javob berishga harakat qilaman, chunki meni videolarimni kuzatib borayotgan odamlarni men hurmat qilaman. Meni hurmat qilishim sababi meni videolarim ko'ngilochar, ko'ngilxushli qilsa bo'ladigan videolar emas. Bu meni videolarim albatta odamni fikrlashga chorlaydigan videolar. Bundan keyin mana shu videoga yoki shunga o'xshagan videolarga like bosgan odamlarni men ko'proq hurmat qilaman. Chunki sizning like'ingiz YouTube'ning algoritmini biroz qo'zg'atib, boshqa odamlarga ham, boshqa yigitlarga ham tavsiya qiladi. Bu videodagi gaplarni boshqa yigitlar ham bir ko'rib, fikrlab ko'rgani ularga foyda bo'ladi. Mayli, vaqtni cho'zmaylikda savolga o'tamiz. Qanday qilib to'g'ri umr yo'ldosh tanlash mumkin? To'g'ri, ideal odamning o'zi bo'lmasa kerak, lekin qanday xislatlari bo'lishi kerak? Bilasizmi, bu savolga javob berishdan oldin bitta narsa haqida o'ylab ko'rganimiz yaxshi. Chunki biz o'zgaruvchan dunyoda yashaymiz. Bizning mana hozirgi holatimiz avvalgi holatdan ancha boshqacha o'zgarib mana shu holatga yetib kelganmiz. E'tibor beradigan bo'lsak, hozirgi kunimizda ajrimlar ko'payyapti xolos. Kamaygani yo'q yoki bitta stabilna ketgani ham yo'q. Oxirgi 5 yil ichida bilishim bo'yicha 2 baravarga ko'payib ketgan. Endi bu bilan nima demoqchiman? Meni fikrim bo'yicha oila qurmoqchi bo'lgan yigitni birinchi navbatda qanaqa umr yo'ldosh emas, qanaqa tizimda oila qurishi qiziqtirishi kerak. Ya'ni sizni qurayotgan oilangiz ichidagi tizim emas, aynan sizni oilangizga ta'sir qiladigan tizim. Tak, mayli, u tizim haqida keyingi savolingizga javob berayotganda, keyingi videoda baribir mana shuni chuqurroq gaplashamiz. Endi qizning xislatlari haqida gaplashishdan oldin yana bitta narsani siz o'zingizga aniqlab olishingiz kerak. Ya'ni sizga qanaqa oila to'g'ri keladi? O'zi oila ikki xil bo'ladi xolos. Bittasida er oila boshi bo'ladi, ikkinchisida xotin oila boshi bo'ladi. Endi ko'p oilalarda teng huquqlimiz degan joylari ham bor, u illyuziya xolos. Odatda biz teng huquqlimiz deb gapirib yurgan ham, er ham xotin ham gapirib yurgan oilada xotin oila boshi bo'ladi. Baribir oilani quradigan ayol kishi. Erkak kishi oilani qurmaydi. Oilani nazorat qilishi mumkin erkak kishi. Chegaralarni belgilab qo'yishi mumkin erkak kishi oila boshi bo'lganida. Endi sizga oila boshi erkak kishi bo'lish to'g'ri keladigan bo'lsa, endi bir ikkita xislatlarni aytib o'taman. To'g'ri, oldingi videolarimda qiz bolalarning yaxshi xislatlari haqida gapirmaganman. Buning o'ziga yarasha sabablari bor. Misol uchun, yigit qiz bilan ko'rishganida, qiz yigitning ko'ziga chiroyliroq ko'rinib, o'sha qalbidan joy olishni boshlaganida, mana shu yaxshi xislatlarini oqtarib topib qizdan yomon xislatlariga e'tibor bermay qo'yaveradi. Shu sababli faqat to'g'ri kelmaydiganlari haqida gapirganman xolos. Endi mayli, savol bo'ldi. Savol javobsiz qolmasin. Endi agar sizga oila boshi erkak kishi bo'lsa to'g'ri bo'ladi, mana shu yaxshi deydigan bo'lsangiz, sizga to'g'ri keladigan qizni xislati misol uchun mehnatsevar bo'lsin. Chunki qiz sizni uyingizga kelin bo'lib kelib, sizni xizmatingizni qiladigan bo'lsa, sizni ota-onangizni xizmatini qiladigan bo'lsa, birinchi navbatda unda sizga bo'lgan muhabbati oshadi xolos. Chunki odam birorta narsaga mehr berib yoki birorta narsaga yoki birorta boshqa odamga mehr berib, mana shunga qayg'urib jon kuydiradigan bo'lsa, mana shu predmetga yoki mana shu odamga muhabbati oshadi. Bu oksitotsin degan gormon bor. Mana shu gormon uni muhabbatini oshiradi. Agar siz oilani lideri bo'lib, oila boshi bo'lib, bu qizni sizga berayotgan mehriga loyiq javob qaytara olsangiz, uni hurmati ham oshadi va muhabbati ham oshadi. Bundan keyin yana bitta xislat, janjaldan o'zini olib qochishiga e'tibor bering. Mana shunaqa janjalsevar qiz bo'lmasin. Agar birorta joyda ishlaydigan bo'lsalaring birga yoki birga birorta joyda o'qiydigan bo'lsalaring, e'tibor bering. Janjal bo'lgan paytda janjalga o'zini itaryaptimi yoki olib qochyaptimi? Mana shu narsasiga e'tibor bering. Chunki siz bilan oila qurgan paytida обязательно dunyodagi idealniy qiz bo'lsa ham sizni bir ishlab ko'radi. Qanaqa erkak bilan yashayapman ekan deb qiziqib ko'radi.
janjal qilib ko'radi, mikro janjallar bo'ladi, mikro konfliktlar bo'ladi. Agar mana shu sizni tishlab ko'radigan paytida siz ham unga janjal qiladigan bo'lsangiz, o'zingizga teng ko'ring. U sizni o'ziga teng deb tushunib oladi. Balkim eshitgandirsiz siz ham, qiz bola bilan munosabatda qiz bolaga yosh bolaga muomala qilgandaqa muomala qilish kerak. Bu to'g'ri narsa mana shu. Endi mana shu siz bilan janjal qilaman deb provokatsiya qilaman degan paytida siz unga teng bo'lmang. Mana shu yosh bola bilan janjal qilmasangiz kerak. Xuddi mana shu yosh bolaga javob qaytargandaqa unga ham javob qaytarib qo'ysangiz, u tushunib oladi. Men bilan lider yashayapti ekan. Shu qabilani boshi ekan bu deb o'sha mana qalbi, ko'ngli tushunib oladi shu narsani. Agar u janjalsevar qiz bo'ladigan bo'lsa, to'ylaringdan keyin janjal, mikro janjal bo'lmaydi. Mikro konflikt bo'lmaydi sizlarda. Sizlarda уже прям bir-birlaringni yeydigan darajada urush bo'ladi. Shu sababli iloji boricha o'zini janjaldan olib qochadigan qizlar to'g'ri keladi. Bundan keyin oila boshi erkak bo'lsa to'g'ri bo'ladi degan qizlar, ular odatda iffatli qiz bo'ladi. Agar qizni iffatlimi yo iffatli emasmi unisini bilmoqchi bo'lsangiz, uni dinga yaqinligini bilishingiz kerak. U qanchalik dindorligini tushunib olishingiz kerak. Buni tushunish uchun siz o'zingiz dindor bo'lishingiz kerak. Siz o'zingiz undan dinni yaxshi bilishingiz kerak. Keyin siz ham o'sha tushunib olasiz, u qiz iffatlimi, iffatli emasmi, nimalar deyapti, qanaqa gaplar gapiryapti, qanaqa muomala qilyapti. Mana shu narsalarni bilib olasiz. Mana shu muomalalaridan, o'zini tutishlaridan bilib olasiz. U qiz iffatlimi, iffatli emasmi. Endi bizning jamiyatimizda to'g'ri iffatni bokira bilan adashtirishadi. Bokiralik bu birinchi navbatda bu tanani holati xolos, bokiralik. Iffat bu ham tanani holati, ham qalbini holati, ham xayollarini holati, pokligi. Mana shuning uchun agar oila boshi erkak kishi bo'lishi kerak bo'lsa, siz oilangizda sizga iffatli qiz to'g'ri keladi. Agar sizda teskarisi bo'ladigan bo'lsa yoki teng huquqli bo'ladi manda deydigan bo'lsangiz, sizga bu qizlar to'g'ri kelmaydi. Mana shu xislatlarga ega bo'lgan qiz to'g'ri kelmaydi. Keyingi savollaringizga o'sha keyingi videoda javob beraman. Shunaqa akalar, o'zingizga ehtiyot qiling. Eng asosiysi baribir o'zingizga ehtiyot qilganingiz bu sizning yutug'ingiz. Görüşgünce.